Asal bilan dimlangan qo'y kuragi. Bismillah. Pechda pishirilgan rangli karam humus bilan. Buzoq go'shti, ismaloq va brokoli bilan maxsus proteinni yaxshi ko'radiganlar uchun salat. Bismillah. Livan ovqati mansaf qo'y go'shtidan o'zini maxsus ziravorlari bilan. Arab ovqatlarini unchalik ham muxlis emasman, shuning uchun bu ovqatni oxirigacha yeyolmadim. Lekin yarmidan ko'pini yeb qo'ydim. Olmali smuzi ichib ko'ramiz. Mazasi zo'r.